bir savolga javob berib ketamiz. Birodarlar so'rashadi. ChatGPT yoki shunga o'xshagan Gemini yoki Grok, hozir bu o'sha dasturlarning nomlari. Shulardan diniy masalani so'rasak bo'ladimi deydi. Diniy masalada masalan savollarni so'rasak, yaxshi narsalarni chiqaryapti. Javobini qarasang bir qoniqadigan javoblarni chiqaradi deydi. Xo'p. Alloh taolo bu haqda bizga bayon qilgan o'zi. So'rashlik borasida. Kimdan so'rashlik borasida? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan. Ya'ni agar bilmasanglar ahli zikrdan so'ranglar degan. Ahli zikr degani aniq ChatGPT degani emas. Ya'ni kishi savolni qaytarayotganda biluvchilariga, zikr qiluvchilariga qaytaradi. Xo'p, bularchi desa, bular kalkulyatorga o'xshagan bir narsa. Bir jihoz. Bunga qanday dasturlash, hisoblash tizimi, ya'ni formula kirgizilgan bo'lsa, o'sha formula bo'yicha hisoblaydi. Men buni soddaroq tushuntiraman. Masalan, kalkulyatorga 2 qo'shuv 2 ko'paytiruv 2 bo'luv 2 ayruv 2 qilsangiz, nimani birinchi hisoblaydi? Ko'paytirishni birinchi hisoblaydi. Yo'q, ko'paytirishni birinchi hisoblaydi. Chunki matematik hisoblarga ko'ra, matematik qoidalarga ko'ra birinchi ko'paytiruv, keyin qaysi? Keyin bo'lish, keyin bo'lishlikni hisoblaydi, keyin qo'shishlik, yo'q, birinchi qo'shishlikni, keyin ayrishlikni hisoblaydi, to'g'rimi? Endi agar shu biz aytgan ketma-ketlikda hisoblamasa, javob bir xil chiqmaydi. Javob ikki xil chiqadi. O'shaning uchun birinchi o'sha oldindan qo'yilgan programma bo'yicha, oldindan qo'yilgan funksiyalarni ketma-ketligi bo'yicha qilishlikka moslashtirilgan. Shundan hamma javoblar bir xil chiqadi. Agar shunda farq bo'ladigan bo'lsa, natija ham har xil bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa. Bu programmalarda ham birinchi xuddiki islomning haqiqatini gapirayotgandek yoki shar'iy savollarning haqiqatini gapirayotgandek oldin ishonchli ma'lumotlarni chiqarasan, undan keyin kishilarni dinini haqiqati bo'ladigan narsalarda boshqa ko'chalarga kiruvchi ma'lumotlarni olib kelasan. Masalan, amal farzmi desa, bu haqda sizga bu boshida amalning fazilatini gapirib turadi-da, keyin islom olimlari bunda ikkiga bo'linishgan. Ba'zilari amalni islomdan deydi, ba'zilari qalbing toza bo'lsa bo'ldi deydi. Deydi-da, qalbing toza bo'lsa bo'ldini izohlashga kirib ketadi. Go'yoki sizning nazaringizda mana hamma narsani xolis chiqarib beryapti-ku deydi. Shunaqa xayol paydo qiladi. Keyin esa o'ziga berilgan dastur bo'yicha insonlarni dinidan eng uzoq nuqtagacha olib boradi. Endi qaysi nuqtaga olib bora olsa, o'shangacha olib boradi. Lafzlarni, qavullarni ichidan ham yengilroqlari, yahudiylarga zararsizroqlarini ajratib, endi buni analiz shunga qaratilgan hammasi. Eng o'sha aytmoqchi bo'lganim musulmonlarni neytral holatga olib keladi. Neytral degani foydasi zarari yo'q holat bor-ku. Mana hozir qancha ko'p bo'lsa ham biron narsada foyda yoki zarar bera olmayotganiga o'xshagan o'sha holatga olib kelishga taqiydi. Ya'ni bu shunday bir dasturki, unga din ishonib topshirilmaydi. Dinni o'zini ishonib topshiriladigan odamlari bor. O'shalarga topshiriladi. Bular dunyo va oxirat hayotini hal qiladigan ishlarni kalkulyatorga topshiramizmi? Masalan. To'g'rimi? Bizni qo'limizga bir pachka olib kelsa, bir sanaydigan mashinamiz bo'lib sanasa ham, agar u dollar bo'lsa, qo'lda ham sanab chiqamiz-ku. Nimaga desa, mashina adashishi mumkin deymiz. Ko'zimizni oldida hisoblash, qanaqa hisoblayotgani bilinib turgan mashinaga ishonmayotgan ekanmiz. Bu dinimizni u nimalar asosida hisob-kitob qilib, fatvoni kimdan olib, nimaga chapishtirayotgan yahudiylarning qo'lidan chiqqan programmaga ishonib topshiramizmi dinimizni? Bizga yetmaydimi shuncha olimlar, shuncha bizni dinimizni bayon qiluvchilar? Kammi bizga tushuntirib beruvchilar yoki yo'qmi unaqasi? Shuning uchun rosih bo'lgan ahli ilmga qaytariladi savollar. Bu umumiy ma'lumot olish uchun bo'laveradi, lekin bitta narsani esdan chiqarmaylik. Bizning hayotimizda hozirgi kunda keng o'rin olayotgan bunday dasturlar, odamlar nima ovqat yeyishi ham, qanaqa qilib ozishi ham, shakar miqdorini ham hammasini so'rayapti deydi. Bundan hozircha rivojlanib ketdi deydi. Xo'p, bizga yordamchi bo'layotgandir, lekin boshqa tarafi ham bor-da masalani. Nima ekan u desa, siz butun bor siringizni, hayot tarzingiz ertalabdan turib kechqurungacha bo'lgan hamma hayot tarzingizni ma'lumot tarzida unga taqdim qilyapsiz, u esa buni jamlayapti. Buni o'zi vazifasi shu. Insonlarning hayoti qanday kechib, nimaga ehtiyoji borligini va fikrlash tizimi qaysi tarafga yo'naltirilganligini, kim islomiyroq ekanligini, kim aqidaga ko'proq qiziqishligini aniqlashlik uchun qilingan dasturlar bular. Va bu dasturlar tegishli joylarda qayta ishlanadi. Ya'ni bu natijalar shundoq olinmaydi. Saqlab qo'yiladi. Bu haqda mana hozir bu hali musulmon diyorlarni qo'yuringlar, g'arbning o'zida katta tortishuv bor.
Bu masalan kishini shaxsiy erkinligiga daxl qiladi, nimaga kerak bizga degan ma'noda qancha talash tortishib sudga berib yurishadi. Sababi shu. Hamma ma'lumotlar qayta ishlanadi, taqsimlanadi, kerakli joylarga beriladi. Eng kamida sizga nimani reklama qilishlikni, ya'ni sizni butun xarid qobiliyatingizni o'ziga qaratish uchun ishlatsa, eng kamida hali e'tiqodingizni olib turing. Dunyoyingizda ham sizni manipulyatsiya qilish uchun ishtahangizdan foydalansa, ana bizda ham bor, bittasini ishlatmoqchi bo'lsa, oldiga ko'zini oldiga eng yaxshi ko'radigan narsasini qo'yib qo'yib, shu bilan rag'batlantirish bor-ku, o'sha tizimni ishlatadi. Undan ham yomonrog'i esa musulmonlar qaysi qoidalar bilan fikrlaydi, nimani kim ko'proq yaxshi ko'radi, hammasini o'sha maxsus xizmatlarga taqdim qilishlik bilan shug'ullanadi. O'zi bularning vazifasi shu o'zi. Shuning uchun bunaqa hassos masalalar, xosatan aqida va din masalasida olimlarga murojaat qilinadi. Bulardan so'ralmaydi. O'sha internetdan qidiraman desangiz, maxsus saytlari bor. Islamwebga o'xshagan yoki Islom qodi QA deyiladi. Ya'ni mo'tamad manbalardan foydalanadigan saytlar bular. Ulardan foydalansa bo'ladi endi, chunki hammasini dalillar bilan keltirib bergan, solishtirishingiz mumkin va insof qilingan. Masalan, qaysi mazhab bo'yicha bo'lsa, hammasini dalilini keltiradi. Shunga ko'ra, masalan, ozgina ilmi bor odam o'zi solishtirib oladi. Bu borada demak dinlarimizni, bu dindan bo'lmaganlarni so'zlariga ishonib qo'ymaymiz. Vallohu a'lam.